Assalomu alaykum qadrli mijozlar. Yaxshimisizlar, eson-omonmisizlar? Metal Planet korxonasining sizlarga juda ham yaxshi taklifi bor. Mana bu ko'rib turgan mahsulotingiz 100 ta dona narsa mana bunaqa ko'rinishda, buni qaranglar. Ko'k nержавейка. Bu narsani qayerga ishlatishadi? Mana bu kubik qo'yishadi. Kubikni tepasiga oynani o'rniga qo'ysangiz bo'ladi. Bu mahsulotni bir mijozimiz zakaz bergan lavzidan o'tgan. Lavziga turmasdan olmagan mahsulotni, bu mahsulotni o'z donasini biz 15 ming so'mdan sotardik, zakaz bo'yicha olib, zakaz asosida tayyorlanadi. Shu 100 ta dona kimga kerak bo'lsa, o'zini puliga 8 ming so'mga tushyapti. Juda ham mehnati og'ir bu narsani. Mana lazerda kesiladi, razmer qo'yiladi, shablon qo'yiladi, bukiladi hamda. Bu mahsulot kerak bo'lsa agar ancha joyga manfaati tegadi. Donasini 8 ming so'mdan beraman. Mana bu. Azizlar, turmasligi uchun mana bu mahsulot ko'k nержавейка. Bir donasini 8 ming so'mdan beraman. Bunaqa manfaatli video, aksiya, skidkami deysizmi? Qanaqa tushunsangiz agar, har doim ham bo'lavermaydi. Olib, masalan, 100 tani sirazi olib turib, zakazga ketma-ket sotsangiz ham anchagina foyda bilan chiqasiz. Kerak bo'lsa, yana bilasiz, Metal Planet korxonasiga murojaat qilasiz. Tez olasiz faqat, tez. Negaki turmaydi bunaqa mahsulot. 8 ming so'mga hech narsa bermaydi. Bitta oynani o'zi ham 21,5 ga 21,5 razmerda. 20 ming so'm turadi. Azizlar, bu anchagina arzon. Ko'k nержавейка mahsuloti juda ham sifatli, ishonchli narsa.